Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir hay'at 2-sentabrdan boshlab Germaniyaning har qaysi shaharlarida olib boradigan bir haftalik lobby faoliyatini boshlagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, Qurultay uchur axborot markazining direktori İftihar Abdurashid va Qurultay fondining sobiq raisi Abdujalil Ahmaddan tashkil topgan bir hay'at Germaniyaning Karlsruhe, Frankfurt, Duisburg va Köln qatorliq shaharlarda ilib boradigan bir haftalik faoliyatini boshlagan bo'lib, Qurultay hay'ati bu rayonlarda faoliyat ilib berayotgan Germaniyaning har qaysi yerlik tashkilotlari, markaziy Germaniyadagi turk tashkilotlari bilan bo'ladigan muhim uchrashuvlarni ilib bordi ekan. Bu yil 1-oktyabr tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistonni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan iborat saxta avtonomiya nomida mustamlik qilib olganligining 70-yili bo'lgan bo'lib, stansimizning naq maydondan olgan uchurida ma'lum bo'lishicha, Qurultay hay'ati bu munosabat bilan keng ko'lamlik norozilik faoliyati olib berish va Sharq Turkiston xalqining hurlik orzusini Germaniya va Yevropa davlatlariga bildirish uchun Germaniyadagi turk va yerlik tashkilotlar bilan muhim uchrashuvlarda bo'lgan. Germaniya Yevropa davlatlari ichida turk nufusi eng ko'p davlat bo'lib, navbatda Germaniyada 3 milliondan ortiq turk yashaydi. Bu qatimqi faoliyatning maqsadi bo'lsa, Germaniyaning har qaysi shaharlarida Uyg'ur davosini qo'llaydigan kishilar va Germaniyadagi turklarni asos qilgan qarindosh millatlarni harakatga keltirib, Xitoyning hilmi ham davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Sharq Turkistonning saxta avtonomiya bilan mustamlik qilinganligining 70-yilligida keng ko'lamli norozilik faoliyati tashkillashgan. Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Xalqaro ayollar tashkiloti va Shvetsiya Uyg'ur birligining zich hamkorligida o'tkazilgan Tinchlik uchun uyish nomidagi faoliyat 30-avgust kuni Shvetsiyaning Tenista rayonida olib berilib, Uyg'ur masalasi anglitilgan. Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Xalqaro ayollar tashkilotining boshchiligida tashkillangan Shvetsiya Uyg'ur birligining zich hamkorligida olib berilgan Tinchlik uchun uyish nomidagi faoliyat 30-avgust kuni Shvetsiyaning Tenista rayonidagi faoliyat zalida olib berilgan. Oldi bilan Xalqaro ayollar tashkilotining raisi Beritta xonimning ichilish nutqi bilan boshlangan bu faoliyatda orqadilla so'zga chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur Abdurahim xonim Uyg'urlarning hozirgi ichinishlik ahvoli va Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati haqida to'xtalib, yig'in ahliga navbatda vatanimiz Sharq Turkistonda hozirma ham davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatgan. Mazkur yig'inda Shvetsiyadagi Uyg'ur ziyolisi Yazgıcı Abdüşkür Qumtur Efendi, Sharq Turkistonning umumiy ahvoli hamda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ziyonkashligiga uchrab turmalarga mahkum bo'lgan Uyg'ur sarxillarining ahvolini amaliy misollar bilan to'liq tanishtirgan. Shu yer vaqti 12:30 da boshlanib, 15 kecha davom qilgan faoliyat jarayonida Uyg'ur yemeklari hamda Uyg'urlarning kitob, jurnal, madaniyat buyumlari ko'rgazmaga qo'yilgan bo'lib, bu faoliyatga shvetsiyaliklardan boshqa yana Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Turkiya millatlardan Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Ozarbayjon, Turk hamda Bangladesh qatorliq tashkilot rahbarlari va vakillari bo'lib 40 dan ortiq kishi qatnashgan. Faoliyat oxirida Yevropa Uyg'ur ansamblining qurg'uvchisi va donglik muzikant Muxtar Abdukarim Jambaz yig'in ahliga Uyg'ur xalqining san'atini tanishtirib, dutor bilan Uyg'ur san'atini o'rinlab qizg'in olqishga erishgan. Bu yil 8-ayning 29-kunidan e'tiboran Amerikaga avatilgan xaltalarning qiymatiga qarab bajilish tizimi yo'l qo'yilgan bo'lib, ilgirki qiymati $800 dan to'van bo'lgan mollarga bajni kechirim qilish tizimi mangulik tarixga aylangan. Bu munosabat bilan DHL, UPS, FedEx qatorliq tez yo'llanma shirkatlarmi dunyoning har qaysi ellik tarmoqlarining Amerikaga qarshi selinadigan pochta yo'llanmalarini to'xtatgan bo'lib, 26-avgust kuni Shveysariyaning davlat pochtasi bo'lgan Shveysariya pochtasi Amerikaga selinadigan pochta va tez yo'llanmalarni bu munosabat bilan vaqtli to'xtatganligini jakarlagan edi. Bu asosligi Amerika iqtisodiy va odil bozor raqobatini qo'g'dashni maqsad qilgan. Uyg'ur majburiy amki chetishli Xitoy mollarining Amerikaga har qaysi davlatlar orqali aylanib kirishining oldini oladigan tuzum bo'lib, buningdan keyin Xitoyning Temu, Shein, AliExpress qatorliq arzon tovarlarni sotadigan shirkatlarning Amerikadagi bozorima ta'sirga uchragan.
Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.